Yo tarix yozamiz, yo tarixga aylанamiz. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Instagramga bitta ikkita negativchilar video qilib chiqibdi. Abidi janjali uyushtirilgan. Men unaqa uyushtirilgan, unaqa or-nomusimni unaqa sotmayman. Men kelishilgan, uyushtirilgan janjallar qilmayman. Razvalga realni kirib kelyapti. Ikkitadan keyin jangga chiqishim kerak. Nima do'sti siz uchun urdi, siz o'sha переводчиkingiz qolib ketdi. Nima urmadi? Sababi men qarayman, do'stim qolib ketganini men bilganim ham yo'q. Razvalga shunday kirib kelyapti. Men razminga qilaman, jangga nastroy qilaman. Kirib kelyapti. Men o'zim yopishim bilan, zashdan bilan ovora, faqat zashda qilaman, qarayman, birov tepmasin, birov urmasin. Sababi travma bo'lib qolsam, jangim atmay bo'lib qoladi. Meni jangimni butun O'zbekiston kutib turibdi, uxlamay. Balet qilib, duo qilib kutib turibdi. Shu yoshimgacha do'stlarim, radnoylarim uchun yaxshi yomon kunda yonimga turgan bo'laman men. O'zim dastoyniligim uchun yonimga dastoyni og'aynilarim, dastoyni akalarim yonimga. Men professional boysmanda. Men biza ko'chaga urushish bizaga mumkin emas. Biza faqat ringga, musobaqaga urushamiz. Sababi bizani orqamizdan ko'p yoshlar ergashadi, ko'p yosh katta ota-onalar farzandim sizda bo'lsin, o'g'lim sizda bo'lsin, chempion bo'lsin deydi. Biza yoshlarga o'rnak bo'lishimiz kerak. Negativchilar, sizlar unaqa hayp qilib bitta ikkita yosh kattasi, bitta ikkita yosh kichkinasi gapirib chiqibdi. Bunaqa hayp uchun, sababi 3-4 kundan beri Instagramga biz aynalaymiz, kim gapirib chiqsa prosmotr ko'payib, hayp qilyapti. Salla hayp qilasizlar. Men shu yoshimgacha hayp qilmaganman. Men ringni ichiga shovqillaman, ringni ichiga urushaman. Haqiqiy janglarni ringni ichiga ko'rsataman. Musobaqaga ko'rsataman. O'zbekiston, sizlar duo qilib turinglar. Bitta boydan keyin O'zbekistonga Kulachkani kamariga urushib, O'zbekistonga Kulachkani kamarini hech kim olib kelmagan. Inshaalloh birinchi o'zbek bo'lib harakat qilaman. Sizlar duo qilib turinglar. Yo tarix yozamiz, yo tarixga aylanamiz. Inshaalloh O'zbekistonga Kulachkani kamarini olib kelsam, bitta meni kamarim bo'lmaydi, O'zbekistonimni, xalqimni kamari bo'ladi. Hammamiz kamarimiz bo'ladi. Xalqim, muxlislarim, O'zbekistonim duo qilib turinglar. Inshaalloh bir qadam qol.